Birodarlar, Koreyada mashinalar yomon ko'payib ketibdi, ehtiyotinglar olasizlar. Shunaqalardan bittasi meni ham aldamoqchi bo'ldi. Endi bu haqida sizlarga skrinshotlar bilan qo'yib beraman. Undan oldin Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar, hamma skrinshotlari, ma'lumotlar bilan tashlaganman. Lekin shu narsalarga, shu dokumentlarga aldanib, pul tashlab berayotgan birodarlarimiz, vatandoshlarimiz yo'q emas, akalar. Sizlarga o mashinalarni men hiylalarini ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Boshladik bo'lmasa. Ko'pchilik biladi, Telegramda Kimish degan kanalim bor, gruppam bor. Ya'ni 10 mingtadan odam ko'p. Shu joyga bittasi O'zbekistondan so'm tashlab beraman, Koreyadan won kerak deb yozdi. Ozgina shubhalanganligi uchun uni lichkasiga yozdim akalar. Endi uni gaplarini aytaymi sizlarga. Voy, buni sodda odamlarimiz ishonadi bu gaplarga. Sizlarga qisqa va lo'nda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. To'lig'ini ko'rib eshitmoqchimisiz? Telegram kanaliga o'tasiz, ashitdan topasiz. Eng qizig'i, u odam hali Koreyaga ham kelmaganda, lekin Koreyadagi birodarlarimizni ID kartasini, oldini, orqasini, rasmlarigacha tashlab beryapti. Ishonchliroq bo'lsin deb pasportini ham rasmini tashlab beryapti. Bir xil odamda. Bo'ldi aka, ishondim dedim. Telefon qilay desam ham, yo'q, ishdaman deyapti. Ha, ishli ekan, ishchi viza bo'lib kelgan ekan. Lekin ID kartasini ko'rsanglar, student kelganiga 1 yil bo'lgan ekan. Soat kech payt 8 bo'ldi. Xo'p aka dedim. Ha, ishda ekansiz, chugandamisiz dedim. Ha, deyapti. Lekin yagan bilan chuganning farqiga borsa kerak, to'g'rimi akalar? Yagan degani kech payt, chugan degani kunduzgi ish-ku. Ashini ham farqiga bormayapti. O'sha akalar mana shunaqa meli cho'pka narsalarda adashib qolmasa, lekin atak hamma danniylarigacha, to'shni kecha ponolargacha tashlab beryapti. Subhanalloh, akalar juda hushyor bo'linglar. Bunaqa iploslardan ehtiyot bo'linglar. Bular bilmayman, qanchasi mana pulini mana shunaqa qilib tashlab bergan, yo'q bo'lgan aka qo'yib bering deydi. Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman. Endi men gapiraman desam, u yerda ko'p gaplashganmiz. Mana shu yerda skrinshotlar chiqarib qo'yapman. Ashlar ko'rib, xohlasanglar to'xtatib o'qib olinglar, xohlasanglar Telegramga kirib to'liq o'qib chiqsanglar bo'ladi. Kulorik ichiga uzilib qoladi. Bu videodan maqsad nima? Bu videodan maqsad akalar Koreyadagi student yoki boshqa vizadagi birodarlarimizga tashab qo'yasizlar, manfaatli bo'ladi. Sababi shunaqa mashinalardan ehtiyot bo'linglar. Oddiygina ID kartaga yoki pasportga ishonib pul tashab beravermanglar akalar. Ishonchli odamdan jo'natinglar. O'zbekistonga jo'natmoqchi bo'lsanglar yoki nimadir qilmoqchi bo'lsanglar ishonchli. Yo'q deganda o'ziga video vizitdan telefon qilib, ID kartasini ko'rsatsin, orqa oldini ko'rsatsin, keyin ashin bilan o'zingiz solishtirasiz, yuzma-yuz ko'rib. Ashinda to'qqatda bir xil bo'ladigan bo'lsa, ashinda bir pul tashab yoki uni pulini olib shunaqa bir periodlarni qilsanglar bo'ladi. Lekin akalar juda ehtiyot bo'lasizlar, bunaqa mashinalar rasa ko'payib ketgan. Oddiy ish topib beraman deb turib ham, mana 200 ming slugasi bor deyapti. Bo'pti, mana sizga men ma'lumotlarni tashlayman deb, xuddi menga tashlagan narsalarni tashib beryapti. Ha, bu tashlayapti-yu deb ma'lumotlarni pul tashab bergandan keyin yo'q bo'lib qolyapti. Ehtiyot bo'linglar shu narsalardan. Ogohlik akalar. Koreyadagilarga tashab qo'yasizlar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Assalomu alaykum.